Akela qo'ydi mana bunday zo'rini, go'zalini olaman deyotgan bo'lsalaring, bugun video sizlar uchun maxsus akela. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Video davomida mana shu qo'yimiz ham sotuvda akela. Tozasidan, go'zalidan olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Bittadan like bosib akela, otangga rahmat deb yozib turasizlar kommentariyaga. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa akela bugun videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib tursalaring akalar, biz o'sha arzonchi akamiz Dilmurodjon akamizni, ya'ni mana shu akamizni xudo xolasa akalar mini qo'y fermalariga yetib kelganmiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib turinglar akalar. Bo'lmasam biz video syomkalarimizni boshladik. Qo'ydi mana bunday go'zallardan chiqadi. Assalomu alaykum Navruzbek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Hop qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari hamda mana bunday toza qonli arashan qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, ya'ni arzonchilar, optimchilar qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Hop akalar, bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil 12 mart. Xudo xolasa akalar, biz video syomkalarimizni boshladik. Bunaqa qo'ylarni kim chiqaryapti desalaring, o'sha kanalimizda qo'ydi narxini zo'r qilib qo'yib berayotgan akamiz Dilmurodjon akamizni mini qo'y fermalaridanmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilmurod aka, tuzingiz charchamasdan. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa aka, qo'ydi zo'rlaridanmi bugunga ham? Zo'rdan kelgan yangi partiyalarimiz qara. Zo'rlaridan, arzonlaridan aka. Zo'rlardan hammasini xudo xolasa biz filasiz kelgan narxga qarab yengil-yengil qo'yib beramiz hammasini. Gap yo'q aka. Xudo xolasa akalar mana qo'chqorlar. Go'zalidan olaman degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Dilmurod aka, buni ma'lumotlarini bering endi. 10 oylik qo'zi Navruzbek mana. Yoshlari 10 oylik atrofidagi qo'zi, yuzvoshlari toza, quloq joylashuvlari kelishgan. Mana barmoq, 3 ta barmoq sig'yapti, ko'zdan ancha pastda turibdi. Oyoqlari stakan tuyoq, kastaklari polvon. Hop, dumba quyruq kelishgan. Xudo xolasa razrezlarni bir ochib ko'rsatamiz akalar. Xudo xolasa razrezga ham dumpum aralashmagan dakans razrez variantidan, oyoq kengliklari ham udar xudo xolasa. Bir so'z bilan aytganda ayb nuqsoni yo'q variantidan ekan. Bular Navruzbek kelganiga 5 kun bo'ldi. 5 kun bo'ldi. Sinovda xudo xolasa. Buni aka bo'ybaslarini nechiga beramiz? O'lchab ko'rsatamiz, ha? Uzunligini ko'rsatamiz o'lchab. Buni uzunliklarigacha o'lchab ko'rsatamiz akalar. Mana metrimiz. Mana akalar, xudo xolasa 90 ga yaqin aka. 85 ga olishaveradi. 90 ga yaqin chiqyapti akalar, 85 ga olaverasizlar. Lekin akalar uzunliklari juda ham uzun, katta narsa mana. Uzunligi 1 metr hisobida ekan, aka pashti. 95 ga olishaveradi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bo'y-baslari 85 plus, uzunliklari 95 plus, 95 ga 85 ga olaverasizlar xudo xolasa. Qo'y haqiqatdan kelishgan zo'ridan ekan. Buni Dilmurod aka 7 ish sog'lomliklaridan xudo xolasa muammosi chiqmaydi. Yo'q, bir hafta kafolati bilan bor bular ham. Bir hafta bular kafolati bor akalar. Qo'y haqiqatdan lekin yuzvoshlari toza. Kelishgan, bir so'z bilan aytganda nech pulga olsangiz ham puliga arzuradigan variantidan ekan akalar. Dilmurod aka, bo'lmasam videolarimizni cho'zmaylik aka. Xudo xolasa bittadan like bosib otangga rahmat Dilmurodjon deb yozib qo'ygan akamizga bu qo'yni narxini nech pul qilib beramiz? Uni 9,5 gozmoz xayr qilib beramiz buni Navruzbek. 9,500,000 so'mga. Ketaveradi, ha? Xayrini bir telefonda ham o'tib berasizmi Dilmurod aka biror marta? Telefonda ham o'tib beraveramiz. Ha, bir o'tib bering. 200,000 o'tib beraman Navruzbek. 200,000. 93 ga ketaveradi. 92 ga ketaversin. 300,000 o'tib qo'ying. Bitta like, bitta kommentga, bitta obunaga bo'ladi aka. Like bossin 9 millionga beraveraman Navruzbek buni. Like bosganga 9 millionga ham ketaveradi. Realnimi bu? Telefon qilganga sotilib ketdi, devomiysizmi? Yo'q, Samarqandga dastavkasini qilib beraman buni. Bo'ldi, gap so'z yo'q akalar mana. Men akalar to'g'risiga bunaqa kanallarda ko'ryapman. Misol uchun o'zimiz ham qo'yib boryapmiz. Mana shunaqa qo'ylar 9,5 yo'q bu yog'ida qo'yyapmiz. Dilmurod akamiz mana 9 million qo'yib yubordilar akalar. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, xudo xolasa qo'ydi go'zali. Bittadan like bosgan akalarimizga mana shunday qo'ylarda akalar qo'rada 100 ta, 200 talab boqish nasib qilsin. Bo'lmasa biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz. Tavsiya qilaman akalar, qo'ydi narx arzon bo'ldi, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga chiqqan qo'chqorni yuzvoshlarini qaranglar. Yuzlari haqiqatdan tozasidan kelishganidan zo'ridan olaman degan akalarimizga xudo xolasa akalar. Jonivorni, go'zalini, zo'rini olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Dumba razrezlarini qaranglar, jonivor. Umuman dumpum aralashmagan dakans razrez, oyoq kengliklari zo'r, kastaklari polvon variantidan.
Xudo xolasa hamma tomonlama kelishgan idealidan oldi ko'raklarni ko'rsatib o'tib ketaman. Obunachilar masofadan turib olasizlar, qo'ydi hamma tomonlama video qilaman. Ilojini boricha hamma tomonlama video qilyapmiz. O'sha mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib qo'ysin. To'g'rimi Dilmurod aka? Like bosib qo'ysin, yana bari xudo xohlasa pulini ham yengil qilib qo'yib beramiz. Buni aka ma'lumotlarini bering. Bu ham 9-10 oylik qo'zi bu. Bu ham 9-10 oylik atrofidagi 10 oylik qo'zi. bo'lish kerak bu. 10 yil atrofida olishaveradi. 10 oylikka olishaversin, ha? 10 oylikka olishaveradi. Lekin 10 oylikka olaverasizlar. Yelkalarni ham Mana qaranglar kela. Jonivorlar O'ta ham qancha yelkali, qo'l yetmaydi kela. O'ta ham yelkali kelishgan yaxshi narsa xudo xolasa. Zorini olaman deganlar. Dilmurod aka endi buni bo'ybaslari qanaqa aka? Buni ham ne o'lchab beramiz. Buni ham sirraz o'lchab ko'rsatiladi akalar. Oyog'ini sal to'g'rilab olamiz, bu oyog'ini oldinga qo'yib yuborgan. Mana shunday o'lchaylik bo'ldi mana. Jonivorlar. Mana kela. 90 xudo xolasa. 85 baland 85 plyusga olishaveradi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa 85 plyusga olaverasizlar, lekin jonivorni yuz boshlariga, yuzini bir svetiga e'tibor berib like bosib qo'yinglar. Quloq tashlashlari hamma tomonlama boshqacha kelishgan yaxshi narsa xudo xolasa. Dilmurod aka buni yedishdi, hamma tomonlama garantiyalari beriladi xudo xolasa. Endi buni aka narx-navolarini xudo xolasa yo'lida qilib qo'yib bersangiz bo'ldi aka. Obunachilarimga arzon qilib qo'yib bering bo'ldi. Navro'zbek buni 8,5 ga xayr qilib beraman. 8 million 500 ming so'mga. Telefon qilganga xayri bor. Xayri bor, o'tib beriladi. Hurmatli obunachilar, 8 million 500 ming so'mga Qo'chqorimiz nima deyapti? Bir telefon qilib aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlaring oson bitadi. Dilmurod akamiz nimagaki qo'ydi, doim arzon chiqarib, yaxshi narsa chiqarib beryaptilar. Qo'yiladi, har safar sotib tugatyaptilar. Telefon qilib shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshladik. Qo'yimizni narxi akalar realni arzon narxda chiqdi. Hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga xudo xolasa Qo'chqorni mana bunday go'zalidan, zo'ridan olaman degan akalarimizga yangi to'lovga kelgan variantidan zo'ridan keldi akalar. Jonivorni qaranglar. Arashandi go'zalini olaman deb yurganmidingiz? Mana akalar, Arashandi siz uchun go'zali. Hamma tomonlama kelishgan variantidan. Mana eksterier, mana sifat, mana xudo xolasa nasl deydi-yu akalar. Jonivorni qaranglar. Razrez dakansa, oyoq kengliklari yaxshi xudo xolasa. Qo'yimizda bitta aybi bor, qo'lda turmas ekan. Odamga ko'nikmagan narsa ekan akalar hali. Dilmurod aka, egiz tumorlari ham bor buni. Ma'lumotlarini beraylik bu Qo'chqorimizni. Bu adashmasam Navro'zbek 8 oylik qo'zi bo'lish kerak bu. 8 oylik atrofidagi qo'zi. 8 oy atrofida qo'zi bo'lish kerak bu. 8 oylik atrofidagi qo'zini qaranglar. Go'zal, haqiqatdan kelishgan bir boshqacha go'zal narsa ekan. Yuz boshlari ham hamma tomonlama zo'ridan olaman Navro'zbek. Menga tinig'idan topib bering degan akalarimizga. Dilmurod aka buni ma'lumotlarini beraylik aka. Buni endi bo'ylari o'lchab ko'rsatamiz. Bo'ylari o'lchab ko'rsatiladi. Qo'zimiz. Metrda beringchi. Metrda mana bo'ylari akalar. Shu oyog'ini yoniga qo'ying metrda mana. Kela 85. 85 ga olishaveradi, xudo xolasa. Akalar 85 ga olishaveradi. 85 ga olaverasizlar, yedi ish sog'lomligidan muammosi yo'q aka. Yo'q, buni sinovda o'tdi bu ham. Garantiya beriladi bir hafta. Birinchi chiqqan Qo'chqorimizni sherigi mana shu. Birinchi chiqqan Qo'chqorni sherigi. Qo'chqorimizni sherigi. Ha, birinchida chiqqan Qo'chqorni sherigi akalar. Qo'ydi lekin haqiqatdan go'zal, chiroyli boshqachasidan akalar. Hop, Dilmurod aka endi buni hamma ma'lumotlarini berdik aka. Videomizni cho'zmasdan buni bo'ladigan qilib narxini ayting aka. Buni 8 millionga xayr qilib beraman Navro'zbek. 8 million so'mga ketaveradi. To'g'ri, xayri bor, o'tib beriladi ham. 8 million so'mga akalar xayri bor, o'tib ham beriladi. Xudo xolasa telefon qilsalaring, ishlaring bitadi. Dilmurod akamiz o 5 qo'lda og'ziga tiqib buni qilib qo'yadigan akamiz emas. Ular to'liq yo'lida qilib beradilar. Haqiqatdan to'lovga kelgan boshqacha go'zal, chiroyli narsalar. Akalar telefon qilib aloqaga chiqinglar. Bo'lmasam biz navbatdagi partiyalarimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, 4-partiyamizga xudo xolasa Qo'chqorni mana bunday go'zal oq yuzidan, tinig'idan olaman degan akalarimiz uchun maxsus video bo'ldi. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu Qo'chqorni barcha ma'lumotlarini yoritamiz. Abdulmurod aka, buni yosh oyliklari qanaqa aka? Bu Navro'zda 2 tishga o'tdi bu. Yoshlari xudo xolasa 2 tish. Mana akalar, yangi 2 tish xudo xolasa. Qo'ydi go'zali, chiroylisi, oq yuz, tinig'idan olaman deganlarga. Hozirroq qo'yga qo'shsa bo'laveradi. Biz sportivniy holatda ekan-a. Mana akalar, dumba razrezlari, oyoq kengliklari hamma tomonlama kelishganidan go'zalidan olaman degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Dilmurod aka, buni bo'ybaslari qanaqa? O'lchab ko'rsatamiz endi. Bo'ybaslari akalar har doimgidek o'lchab ko'rsatiladi. Mana shu mehnatlarimizni qadrlab, tezdan like bosib ketinglar akalar.
Mana 85 aka. Rovna. Rovna 85 ozmos pilusi ham bo'lishi mumkin. 85 ga Lekin qo'ydi 85 ga olaverasizlar. Qo'y haqiqatdan go'zal, chiroyli kelishgan zo'r variantidan akalar. Murod aka buni 7 ishchidan xudo xolasa nuqsoni yo'q-a. 7 ishchidan bo'yinda bu ham to'lovga kelib bo'lgan, qarang mana. Mana akalar, bo'yinlari xudo xolasa to'lovda kelishganidan yaxshisini olaman deganlarga. Hop, Murod aka endi buni aylanib kelib yana narxiga taqaladi aka. Buni Navruzbek 7 Narxini yo'lida qilib beramizmi? 7,5 ga xayri qilib beraman buni. 7,5 million so'mga. Ketaveradi, ha, xudo xolasa. Xayri ham o'tib beraman 7,5. Hurmatli obunachilar, 7,5 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ydi xudo xolasa go'zalidan, zo'ridan olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Akalar, qo'ylarning narxi arzon chiqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib ketinglar. Xudo xolasa sizlar uchun mana shu issiqni demay, sovuq demay harakatdamiz. Bo'lmasam telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, narxlar arzon bo'lyapti. Keyingi partiyalarimizni boshladik biz. Hurmatli obunachilar, 5-partiyamizga arashandi tozasidan, oq yuzidan mana bunday akalar toza simjon o'zi to'laydigan variantidan so'raganmidlaring, keldi mana shunaqasidan. Akalar, xudo xolasa bugun Dilmurod akamizga telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Qo'ydi haqiqatdan go'zallarini, zo'rlarini arzon narxda chiqarib beryaptilar. Orqa oyoq kengliklarini, dumba razrez ham xudo xolasa ozmoz bor akalar. Dumbalari afg'onga ozmoz o'xshab ham ketadi. Qo'ylarda haqiqatdan chiroylisini oladigan akalarimiz bizning kanalga obuna bo'linglar. Qo'ydi faqat tozalari, zo'rlari chiqadi akalar. Jonivorni qaranglar. Zo'ridan olaman Navruzbek, go'zalidan bo'lsin degan akalarimizga. Dilmurod aka buni ma'lumotlarini beraylik aka. Bu 7 oylik qo'zi qo'chqorimiz. 7 oylik qo'zi qo'chqor, 7 ishchi sog'lomliklariga nima deymiz? Bir hafta kafolati bor. 7 ishchi sog'lomligiga akalar bir hafta kafolati bor. Bo'ybastlarini o'lchab ko'rsatamizmi buni ham? Akalar, xudo xolasa bo'ybastlarini o'lchab ko'rsatamiz. Bittadan like bosib ketinglar. Mana shunday mehnatimizni qadrlab akalar. Mana 80 baland, 85 dan pastroq, 80 dan baland. 80 pilisga olishaveradi, xudo xolasa. Mana akalar, jonivor. Bittadan like bosib qo'yinglar. Qo'yimiz yoqqan bo'lsa kommentariyada mashalloh deb yozib ketinglar akalar. Kastiya kama tomonlama kelishgan yaxshisidan. Dilmurod aka, narxlarini nima deymiz? Narxi ham arzon bo'ladi, xudo xolasa. Buni bo'larni aytib qo'ya qolaman Navruzbek. Nech pul qilib beramiz aka? 6 million 800 mingga ketaveradi bu. 6 million 800 ming, ha? Ha, dastavkalar Samarqandgacha bo'ladi buni ham. Gap yo'q aka. 6 million 800 ming so'mga akalar telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Qo'ydi haqiqatdan go'zali, zo'ri, tinig'i akalar. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlaring обязательно bitadi. Nimaiki Dilmurod akamizga kim telefon qilgan bo'lsa, hammasini ishini bitirib kelyaptilar. Bundan buyog'iga ham bitiradilar. Bo'lmasam akalar, bundan keyingi partiyalarimiz bormi, yo'qmi aka? Bundan keyingi ham akalar, xudo xolasa bir dona urug'likka yaxshi qo'chqordan chiqadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Tavsiya qilaman, qo'ylarning narxi arzon bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga mana bunday akalar, xudo xolasa hamma tomonlama kelishgan, undan tashqari puli arzon variantidan olaman degan akalarimizga xudo xolasa mana zo'ridan olaman, yaxshisini olaman. Navruzbek arzon bo'lsin. Meni sal sifati ja kuchli emas, o'rtacha holatdagi sovliqlarim bor. O'shalarga qo'shgan aka, qo'chqor qilib bering deyotgan edingiz. Mana xudo xolasa zo'ridan aka. Buni endi Dilmurod aka ma'lumotlarini beraylik. Yosh oyliklari qanaqa buni? 7 oylik bo'lish kerak. 7 oylik atrofida bu ham. Yosh oyliklari akalar 7 oylik atrofida. 7 ishchi sog'lomligidan xudo xolasa muammolari yo'q. Sinovdan o'tgan bu ham. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Sinovdan o'tgan. Bo'ybastlarini nechiga beramiz aka? Buni xudo xolasa bo'ybastlarini o'lchab ko'rsatiladi. Mana akalar. Mana metr. 80 baland. 80 pilisga olishaversin Navruzbek. 80 baland ekan akalar, 80 pilisga olaverasizlar. Lekin qo'ydi haqiqatdan bir razrezi ham kelishgan, orqa oyoq kengliklari yaxshi. Bir so'z bilan aytganda nuqsonsiz variantidan olaman degan akalarimiz. Qo'y qo'shaveradi. Ozgina tarbiyalab qo'shaveradi. Yoz oylariga bu tayyor bo'ladi bu. Yoz oylariga tayyor bo'ladi. Akalar, xudo xolasa buni endi sizlarga bo'ladigan qilib, chiroyli qilib narxini aytamiz. Dilmurod aka, nech pul aytamiz buni narxini? 6 millionga dastakpachida ketaveradi. 6 millionga. 6 million so'mga dastakpachida ketaveradi. Hurmatli obunachilar, 6 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'zi qo'chqorni udoridan akalar. Telefon qilinglar, birinchi telefon qilinglar, xudo xolasa mana shu qo'yga ega bo'linglar akalar. Narxi arzon bo'ldi, realniy degansa arzon. Telefon qilib aloqaga chiqinglar, hop akalar. Qo'ylarning narxi hammasi arzon bo'ldi. Bemalol olsalaring bo'laveradi, tavsiya qilaman. Bugungi akalar videolarimiz mana shular edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Alloh chorvalaringga baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.